Hoji Akbar Mashrabxonov 12 yoshda o'zbek milliy qo'shiqlarini mukammal o'rganish ishtiyoqida. Sabo arzimni yetkirul Moxtabandir kelib ketsin Sabo arzimni yetkirul Moxtabandir kelib ketsin Javobim ha. Rahmat. Ko'ramiz qani keyingi bosqichda siz qanaqa ijro qilasiz. Mana javobim hozircha ha. Hoji Akbar ukamizni ijrosi meni qoniqtirdi. Albatta, bugungi ijroyingizga men ha deyman. Rahmat. Rahmat. Mana shunaqa ovozingiz bundan-da jarangdor bo'lsin. Har doim sog' bo'ling, ovozda asrang. Meni javobim sizga ha. Rahmat. Sog' bo'ling. Qaysi joyda qiyin bo'ldi-yu, qaysi joyda unchalik qiyin bo'lmadi? Avjilarda sal-pal boshda shug'ullanayotganimda qiyin bo'lardi, lekin hozir qiyin bo'lmadi. Avjilarda menimcha hammasini juda ham to'g'ri aytdingiz. Faqat pastlarga tushayotgan paytda bir ikkita joylarda yarim ton, bir ton ketib qoldi. Sezdingizmi shuni o'zingiz ham?
xatolarni bildingiz o'zingiz. bildim. Keyingi safarga mana o'sha xatolarni to'g'irlashga harakat qiling. Xo'p bo'ladi. Iloji boricha mukammallikka harakat qiling, bo'ptimi? Xo'p bo'ladi. Молодец. Endi keyingi konkursga yaxshilab tayyorgarlik qilib, keyingisida ham g'olib bo'lishingizga tilakdoshman. Молодец. Omadingiz bersin. Gap yo'q. Yurtimiz iste'dodlarga boy.